Biza tuning xizmatlarini boshladik. Birinchi mashinasini proyekt qilib, Ulug' o'rtog'i mashinasidan boshladik. Ulug' mashinaga necha? Shuni ayt. Kutganimdan ko'ra ancha yaxshi hissiyot oldim. Sababi 2 kunda uncha odam aqli yetmaydi bunaqa darajaga olib kelishga. Mashina eski model, uni ustiga eski holatda edi. Ishonma, o'zim rang tanladim, sizlar aytdinglar, liboy rang chiqarib beraman deb. Bu maqtash yoki mana sani oburanchilaringga meni qilib qo'ymayman, ochiq-oydin gapiraman, hamma biladi. Men kutgan rangdan ko'ra yaxshi rang chiqarib berdinglar. Mashinani o'zing bir ko'rsat o'rtoq. Do'stlar, birinchi o'zgarishni aytaman. Ablisovkalarni o'zlari tanlashdi. Nomerim bu yoqda turgan joyda pastga tushirishdi, birinchisi. Bundan tashqari faralarimni qoraytirib berishdi. Yana diskalarini o'zlari hadya qilishdi. Nima derdi? Restavratsiya qilib berishibdi bu diskani. Bularda hattoki o'zingizlarning diskalar eskirgan bo'lsa, o'sha diskani olib kelib, restavratsiya qilib o'zingizlarning didinglarga qarab bo'yab ham berishayotgan. Eng shirin joyi, eng mazza beradigan joy bu salon. Ay, salonni qaranglar. Salon. Umuman boshqa olam. Qadrdonlar. Bu rangda hattoki ana bo'ydoqlar maslahat beraman. Bunaqa rangga bo'yab mashinalarni yaxshi ko'rgan qizinglarni olib yursanglar, sizlarga xiyonat qilmaydi, aniq xiyonat qilmaydi. Mashina rostdan insonga hissiyot beradigan rang bo'ldi. Ayniqsa mana yomg'irgarchilik davrida ko'plarni ichib olib. Bunaqa rangda yaqinlarni aylantirishga rostdan hech nima yetmaydi. Qadrdonlar, avtosport olamida bugundan boshlab avtotuning xizmati ham mavjud. Bemalol balansirovka, razvar va undan tashqari azotdan ham tashqari endi tuning xizmati ham bor. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bizaga endi bemalol murojaat qilaverasiz. Mashinasini sevgan, o'zi darajani yaxshi ko'rgan qizlardan ham afzal ko'radigan aka-ukalarga tashlab qo'yasizlar.